Amerika vizasini qo'lga kiritdilar, ya'ni green card vizasini, oilaviy viza chiqdi. Asosan e'tibor berib qaraladigan narsa bu hujjat. Birinchi navbatda hujjatlarga e'tibor berish ekan. Bir xil bolasini urushib berganiga atkazib bergan holati ham bo'lganda. Kimdirlar o'zi yig'ib olib borganda dokumentlarni. Ichida kerak emas dokumentlari ham bor. To ajratib olib tiqib beraman deguncha yarim soat, 1 soat vaqt o'tib ketib qoladi. Bitta turgan xodimlar ham asabiylashib qoladi. Elchixonada o'zi hozir muhit qanaqa? Viza yaxshi beryapti? Savol-javob qanaqa bo'ldi? Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilarimiz. Bugun ajoyib xush xabarimiz bor. Amerika vizasini qo'lga kiritdilar, ya'ni green card vizasini, oilaviy viza chiqdi. Albatta bu bilan ularni tabriklaymiz. Amerikada hayotingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Elchixonada o'zi hozir muhit qanaqa? Viza yaxshi beryapti? Savol-javob qanaqa bo'ldi? Shu haqida obunachilarimizga aytib o'tsangiz. Savol-javob qiyin emas. Endi bizni kirgunimizcha ham kimdir u dedi, kimdir bu dedi. Lekin o'zi asosan e'tibor berib qaraladigan narsa bu hujjat. Birinchi navbatda hujjatlarga e'tibor berish ekan. Shu bizda nima qiyinchilik bo'lmadi. Ular masalan ko'chadan qanaqadir eshitgan ma'lumotni so'ramaydi, o'zingiz berib qo'ygan hujjatlaringizga qarab shu asosda savol berishadi. Fikrni chalg'itmaslik uchun o'zi men ham tavsiya etaman. Ijtimoiy tarmoqlarda boshqani negativ bularni eshitmanglar, faqat o'zingizlar viza olaman deylar, bo'ldi. Bu zo'r motivatsiya-da inson uchun. Sizni menimcha 3 kun suhbatga tayyorlab berishdi xodimlarimizni. Hammasi muvaffaqiyatli bo'ldi, to'g'rimi? Biz tarafdan hech qanaqa kamchilik bo'lmadi. Siz tarafga? Yo'q, hech qanaqa kamchilik bo'lmadi. O'zi kirishdan oldin o'zi tasavvur bo'ldi, chunki Qo'llagan hammasini tushuntirib berdilar. Eshidan kirasizlar, nima vaziyat bo'lishi, kirganingdan keyin chap qo'lda bola o'ynaydigan joyi bor, bola shovqin qiladi, boshqa qiladi. Haqiqatda shunaqa bo'ldi. Bolalar shovqin qildi, bolalar bor. Amerikani shu paytdan his qilib olishdi o'zi. O'sha tashvishdan ichida. Baqir-chaqir qilib, to'polon qilib, maza qilib o'ynashdi. Hech kim hech narsa degani yo'q. Qarab kulib o'tirdik. Qaytanga urushib bersiz, bu qilsangiz konsulda qanaqadir noto'g'ri taassurot qoldirishingiz mumkin. Bir xil bolasini urushib berganiga atkazib bergan holati ham bo'lganda. Shu o'sha narsalarni tushuntirib berdilar. Keyin kimdirlar o'zi yig'ib olib borganda dokumentlarni. Ichida kerak emas dokumentlari ham bor. To ajratib olib tiqib beraman deguncha yarim soat, 1 soat vaqt o'tib ketib qoladi. Bitta turgan xodimlar ham asabiylashib qoladi. Sabab bitta odamni qabul qildimi, keyingi odamga o'tish kerak. Ular ham kutib asabiylashib qolib ketishadi. O'shaning uchun dokumentni biladigan odamga, masalan, men umuman qiynalganim yo'q hech qanaqasi. Dokumentni to'g'ri qilish kerak. Menimcha asosiysi shu. Xudo xolasa Amerikaga boradigan bo'lsangiz, nima ish qilmoqchisiz yoki o'qishni davom ettirmoqchimisiz? Xudo xolasa endi o'qimoqchimiz. Universitetlari bor, top 10 taliga kiradigan. O'shalarda o'qishga endi boshlab ishlashimiz kerak. Ishlar vaziyatini o'zimiz moslashib olganimizdan keyin, muhitni o'rganib olganimizdan keyin o'qimoqchimiz. Bizda bitta klientimiz shunaqa bo'ldi. Studentskiyni atkazib qoldi, lekin green card yutib qoldi. Men green card kerak emas edi, studentskiy viza olsam yaxshi edi, deyapti-da. Hozir studentskiy narsani atkazib olgansan, lekin green cardda bo'ldi уже. Meni qo'lingga tegdi. Уже chiqib bemalol o'sha o'qishingni o'ziga borib o'qisam bo'ladi. Desam, "Undoq qara, yo'q edi" dedi. Men bilmagan ekanman deyapti. Hamma har xil o'ylaydi. Masalan, endi imkoniyatlari juda ham yuqori. Bizning kompaniyamiz xizmatlaridan foydalanish uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xohlasa, Amerikadan ham intervyular kutib qolamiz. Sizni kuzatishyapti obunachilar, masalan, green card yutganlar ham bor yoki o'z hujjat olayotganlar ham bor. Nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Green card yutsanglar, hujjatni tezda topshiringlar. Topshirganda ham o'zingizlar shoshib topshirib qo'ymanglar. Sababi mutaxassis bilan olasizlar. Men bularni tavsiya beraman. Sababi ishim tez bitdi. Umuman qiynalganim yo'q. Masalan, kelmam o'tirganim yo'q. Telegramdan onlayn bir marta keldim. Birinchi marta dokumentlarni topshirishga, keyin o'zi suhbatga tayyorgarlik payti kelganman bo'ldi. Bizning kompaniyaga endi so'zimiz oxirida bildiradigan tilaklaringiz. Kompaniyalar har doim shunaqa odamlarga yordam berishdan charchamasin. Xalqqa foyda yetkazayotgandan xursandmiz. Ishingizga rivoj. Rahmat. Xudo xohlasa, nasib qilsa bu pasportingiz, misol uchun ota-onangiz yoki qarindoshingizdan kimdir sizga o'sha mehmonga bormoqchi bo'lsa, bemalol xizmatga tayyormiz. Bu borada ham yordamimiz tegishi mumkin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa keyingi efirlarimizda yangi vizalarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Bizda yangiliklar juda ham ko'p. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar.